Men sizlarga ikkita dublyonka ko'rsataman. Bittasi uzun variant, bittasi kalta variant. Qizlar, ikkalasini ham kiyib ko'rib, oxirida narxini aytaman. Faqat bitta like bo'lsa, men sizlarga bunaqa premium sifatdagi dublonkalarni $50, $40 ham bormaydigan narxlarda qilib beraman. Xudo xohlasa, bitta like-larni evaziga uzun variantini kiyib ko'rsataman. O'zi aslida bunaqa uzun, orqani yopadigan dublonkalarni o'zi topish o'zi qiyin. Yo paltoli variantini topasizlar yoki orqani yopmaydigan variantini topib qo'yishingiz mumkin. Mana birinchi variantimiz orqasi uzun varianti, qizlar 495 mingdan, sifatlari vobshe bomba, ichlari teddy mexli qilib ishlangan. Mana qaranglar, yubkalar bilan ham qanaqa turadi. Bu sal kaltaroq varianti undan. Buni ichidagi mexida ozgina farqi bo'ladi. Bu yumshoqroq, u qattiqroq mex. Qizlar, men sizlarga chesna qanday bor shunday aytaman. Buni oldilari ham zamokli, uniki tugmachalikda remenlarni bemalol chiroyli qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu variantimiz 665 ming so'mdan. Rasvetkalar mana orqada ko'rib turganingizdek, faqatgina Shahristanskiy filialimizdan kelib, ustimdagi shu dublonkalarni har xil variantini ichidagida shunaqa ba'zi yubkalari bilan ham olib ketsanglar bo'ladi.